Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Salomatlik yaxshimi? Charchamasdan do'stlar. Ro'za ayyom muborak bo'lsin. Do'stlar, uch tumanimizda hurriyat muhitida yashovchi Jo'rayev Kamoliddin aka jigar sirrozlik kasaliga uchragan ekanlar. Anchadan bir kanalimizga tashlashardi. Shuni yoritaylik degan maqsadda keldik, yordam berish maqsadida ehson qilamiz degan akalarimiz ham bor. Shu ro'za Ramazonda ozmoz yordam bersalar juda yaxshi ketardi. Hindistonga borishlari kerak ekan, kasallari o'ta ham jiddiy ekan. Ularga keldik, birgalikda sizlar bilan ko'rib o'tsak. Do'stlar, qani ketdik. Onajonim, ona, mehribonim, ona, beazorim, onam, beg'uborim. Assalomu alaykum. Kanalimiz orqali bir anchadan bir kuzatamiz, ko'rganmiz. Shu e'lonni joylayapsizlar. Akamlar ancha bemorlari jiddiy ekan. Shunga bir telefon qilishganda kelib o'zimiz bir yordam tariqasida bir kelib shu ommaga uch tumanimizdan saxiy insonlar juda ham ko'p. Xudo xolasa yordam berishadi, ehson qilamiz deyotgan insonlar juda ham ko'p. Xudo xolasa yordam qilishsa, aytib o'tsangiz, nima bo'ldi akamlarga, qayerga olib borish kerak ekan? Bizni shu doktorlarimiz qanaqa yo'nalish berishdi, qancha vaqtda olib borish kerak? To'rtinchi nimaga o'tdi? Tezlik bilan Hindistonga bering. Inshaalloh olib boriladi. To'rtta bolasi bor. To'rtta farzandlari bor. Siz otalarisiz. Bizga ham yordam berish kerak. Yaxshi. Yaxshi odamga yordam beramiz. Akamdan o'zidan bir suhbatlana olamiz. Nima deysiz bu xalqimizga? Bir şey yordam birine deb so'ramizda, yaxshi insonlar ko'p. Inshaalloh. Ben bir iltimos qilardimki, shu ehson qilamiz deyotgan aka-ukalarimiz juda ham ko'p uch tumanimizda. Shu o'zingiz ko'rib turibsizlar, gapirishga ham juda hayajonli bo'lyapti. Shunga karta raqamlarini qoldiramiz, telefon nomerlarini qoldiramiz, manzillarni ham yozib qoldiramiz pastda. Ehson qilib shu yordam bersalar juda ham yaxshi bo'lardi ro'za Ramazon kunida. Sizlarga iltimos qilardik. Joninglar sog' bo'lsin.